Agar siz kishilarga yaxshilik qilishga muyassar bo'layotgan bo'lsangiz, atrofingizdagi nurg'un odamlar sizga muhtoj bo'layotgan vaqtda siz xuddi qahrton so'qoqda illiq bahor faslidek yaxshilik qo'llaringizni sunayotgan bo'lsangiz, o'zingizni taraqqiy qilib o'tibdimi, boy bo'lish tarafiga, kuchlanish tarafiga qarab o'tib o'tibdimi, men dunyodagi baxtli insonlar qatorida ekanman deb his qilsangiz bo'ladi. Shuning aqsida haqiqiy hikoyadan birsi bor anglab beqishni xohlamsiz, ya'ni o'zimning hikoyasi. Nimishga desangiz, endi rost mening madaniyat saviyarim bak cheklik qilgandan bakli cheklik. Lekin nimishga esimni tortib tam mushu yoshga kelgacha ish qilib pulga insonlarga hojatman bo'lib boqmadim, xarob boqmadim. Garchi endi kaltiko'say ochiqlarim bor, mijozim ishdik ba'zi bir yerlarga yuzsiz bo'lsammi, ammo cho degan vaqtida yaxshilik va yaxshilik jimiki yaxshiliklarni atrofimdagi odamlarga chomim nimaga yetsa shuningchilik qilib kelyapman. Demakchi degan vaqtda kichigimizdan tortib jo'zida taom yeb turgan vaqtida ota-onam bo'lsin, mayli buvam bo'lsin, momam bo'lsin, qo'lingdan kelsa yaxshilik qil. Otangni o'ltirganga onangni va dushmaningning qizini ol deydigan bir maqol tamsillar bor. Bu demak bu bir maqol tamsil, lekin kishilarni nimaga undaydi degan vaqtida yaxshilik jimiki yaxshiliklarni qilishga undaydi. Demak, mushu qon qinimga singib ketganligimni endi bilmayman. Endi burun sahra yezlardan bo'lsin, mayli men traktor haydab shoxchanayotgan mezgillarda bo'lsin, mushu yolg'iz yerim bu odamlarga qarishib, tang ishilishib, hatto birsin bir ish bo'lib qopdi deb berib qilishib, hatto malda biray jiroq yaqinlarimiz bo'lib qolsa, uy yasab o'tibdi desa berib ang bo'ldi deganda bir yerim kun sho'gunligini qilib mushtaq qilib keldim. Nurg'un jihatlarda boshqalardan azor, ahonatlarga uchirdik, dil og'riqlik qildik, lekin muhtojlik deganimga bo'lib boqmadik. Iqtisod jihatdan yo bir jihatdan mushu vaqtcha qaz desak, hayotni jonni bergan ota-onamizni qaz. Odamgarchilikda yana bir odamga, Aysoga, Mamatga, Musoga, yana birsiga degandek bir odamlarga odamgarchilikda beshimizni ko'taramagidek holatda qazonmadik. Demak, nima desangiz, yaxshi axloq, fazilat, xo'y, yaxshi mijozlar sizningki davlatingizni kundan kunga oshiradi ekan, ziyoda qiladi ekan. Demak, mening damda bu mushu hamda ballalaringizga bir anglitib qo'ysangiz bo'ladi. Mayli pulim bor vaqtda, hozirqandak hal kunim azroq yaxshi o'qib qolgan mushu davrlarda bo'lsin, doktorxonalarga mayli alag'inamning yo bir tonimay har qanday bir odamni qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar o'zimga bir oyda cho'qim doktorxonalarga berib bo'lmadi deganda bir 3-4-5 mushundaq og'riqlarni, miskinlarni sanatoriyalarga tazliq ishchilarga deymiz, mushularga hamda o'ng qo'limizni berib, so'ng qo'limizni tuydatmay, do'yinga chiqarib, ko'tirib berib, "Men sizga berdim, atdim" deb kishilarga berga aytganimizni qilmay, ish qilib chomimning yetishicha qilib keldim. Tam mushu necha kun, mushu oyning ichidami nurg'un shunday ishlarni qilyapmiz. Lekin uni ekranga chiqarmadik, "Men palonchiga keldim, mana qildim, atdik" demadik. Lekin buning sharofatini ko'ryapmizda. Nimishga ko'ryapmiz? Ishlar gul ustiga gul. 5. Hammasi shunchalik yaxshi. Inovatimizmi kundan kunga o'syapti. Bir chat sahroyizdan kirgan bir dehqonning bolasi bo'lish butun bilan shahardagi nurg'un bilimlik, iqtisodlik shunchalik odamlarning e'tirof qilishga erishdik degan gap pulimiz, boyligimiz, inovatimiz, obro'yimizma shuning qarta ish mengyapti. Nimaga degan vaqtida biz endi bir yaxshilik qildik degan gap, gulni sug'ardik, parvish qildik, tugini o'g'itlab, yumshatdik. Gul ichiladi, biz guldan hozir og'anga o'xshash bir ish bo'ladi ekan. Nimaga men shu doktorxonadagi og'riqlarni yo'qlaydigan qamroq degan vaqtda inson shu doktorxona karvotiga berib, shu yostiqda shuncha yumshoq yerda yotsima, g'iriblik qilyapti, miskinlik qilyapti, o'ziga din bir ray yinib ketadi. Bundaq odamlar nimaga ehtiyoji bor degan vaqtida mehr, muhabbatga, illiq so'zlarga, chunki tishing og'ribdi, quloqing og'ribdi, issiqlik o'tkazib beradi. Issiqlik degan nima degan vaqtida illiqlik, mehr, muhabbat. Shega endi berib Gabarkamdek, ya'ni Kamaldek, yana birsidek va kaza taraqturuq dangliq shaxslardek unda dojlab berib bo'lmayman. Onunga mening chamim kelmaydi. Lekin qalbdan chiqqan bir kulimsirash har qanday bir odamga mehrli kulimsirashning o'zi yuragingdan chiqqan bir yaxshilik.
Demek muşu arkalık çoğu vaxtida Nurgullar köz yaşlarını ağam oldu. Nurgullar rahmet oldu. 100 sum tapsam 100 sum verdim. 10 sum tapsam 10 sum verdim. 5 samsığı çamım kelse 10 sumga 5 tal samsığa girip bolsuma 1 kil şancağı çamım kelse şununla qıp keldik. Demek çoğu vaxtida Nurgullar gap. Ata-anаңla qağışı uçurmasan qağa adamның degan gepi. Baka sen yaşaverse dedi. Lekin xata. Çünkü bizning tep batqan mal dunyamızda, baylıqlarımızda Muşundaq başqalarının mu haqqı var. Çünkü elden ilip elgibe, el rayını utuş, elini mayıl qilish, el qalbini tushunish, elden ilip elge nap yetkizish deydigan bir ish var. Çünkü şu nurgun adamlar hammasi boy emas. Shularning şu siz yavatgan, biz yavatgan taomlarni yegisi keladi, ichgisi keladi. Shularning bir odam bilan mung'ishib yurak so'zlarini aytgisi keladi. Lekin chu degan vaqtida ular taptatidi, ayminidi, ya iqtisodiy xo'p qoladi. Shundaq odamlarga siz mehr muhabbatingizni berib, shularning chiroyidan Muşu dünyanın, cemiyetinin ne kadar mehr muhabbatga to'lganligini his qildira olgan kuningiz, bu ishlaringiz gul usti gul bo'lib ketadi. Nimishga xalq sana sahlanadi, xalq seni qo'llaydi. Xalqsiz sen hargiz kerakda mukammal bir odam bo'lib bo'lolmaysan. Shunlashqa sening kelayotgan boylig'ing, dunyoning to'g'ri, birsi ota-onangning roziligi, ota-onangning oliy tilaklari, ikkinchisiga cho'dsang qalbning go'zalligi, uchinchisi cho'dsang Muşundaq bir yaxshi bir mamlakatda, yaxshi bir davlatda, muşundaq bir xalqlarning seni qo'llashi, himoya qilish ostida cho'sang, azazdan tama ko'l to'la deydigan o'xshash, u qo'llaydi, bu qo'llaydi, sening qilayotgan kasbingni qo'llaydi. Demakchi degan vaqtida ko'pchilikning kollektivning pulini topgandan keyin kollektiv orqali taraqqiy qilyapmiz biz, yolg'iz taraqqiy qilib bo'lolmaymiz. Shuning bilanchi degan vaqtida nurg'unlagan miskin dillarga kulk ato qila olaysa, ulardan xushallik Boğallıqını his qılalaysa, demek bir miskin, pekir, aciz, doktorxan karvatlarda ingrap yetayotgan ağrıqlarını küldürəldin degan gap, dünyani küldürdün, dünyaga bir zinnet üstüge zinnet, güzellik üstüge güzellik ip geldin. Muşundaq bir qalib bo'lganken sen, yani senin partiya, hükümet kimi yaramlıq puqra olalaysa, atanan kimi yaxshi bola olalaysa, astındaki xizmatdaşların kimi yaxshi bir rəhbər, yaxshi bir xizmatdaş olalaysa, cemiyetim inovat tapalaysa izchillikni qil. Lekin buni endi do'yinga chiqarib, yana bir nima qilib qilsa to'g'ri, uni xato demaymiz. Qilishdan biz to'g'ri ko'nmaymiz. Shu nurg'unday sening nimali ish qilsang ishing o'ng'o, nimali qilsang palak sang piqraydi ekan-go deb tuqqanli bo'lsin, ya yiqinlarim bo'lsin, ammo ta'ling va mana hozir taraqqiy qilyapsa, uylarni ilib, jonshu qilib, bazaq selyapsa, qilgan ishing yaxshi deydi. Chunki yaxshilikning Aqsı nima degan vaqtida shu yaxshilik to'lgan, illiq to'lgan ishlarni biz atrofimizdagi odamlarga soyimizni tushirishimiz kerak. Shularga mehr muhabbatimizni, illiqligimizni yetkazishimiz kerak. Shuning uchun degan vaqtida xalqning oliy tilaklari ostida sening ishlaring yana yurishidi. Ota-onangni yaxshi qilib, yana bir nima qilib qo'yib, xalq ko'pchilik deganga qilmasang, shu odamlarning holiga andimda hal mung bo'lib qo'ymasang, Demekçi degan vaqtida hamam yana bir kuni ata-onangdan keyin qolsang yana putlanib ketsa, shunlashqa mening deganim to'g'ri bo'lib qolsa, xalqim sho'di duy deb qo'yinglar. Mana men sizlarning uy mulkchi do'stinglar Anvarjon, uy mulk oyit so'raydigan qanday maslahatlaringlar bo'lib qolsa, undidar ham telefonda 156 28 17 95 17 rahmat xalqim, salomat bo'linglar.